Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirda dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan. Ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Charles Oliveira Ilya Topuria qarshi jangi haqida to'xtalib o'tadi. Odamlar nima desa desin, reallik bor, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Topuria kuchli zarbaga ega yigit, ammo u yangi vazn toifasiga o'tadi. U yerda raqobat kuchliroq. Men Justin Gaethje bilan jang qilganman. U dunyodagi eng kuchli zarbachi deyilgan, ammo u menga qarshi jangda yiqildi. Shuning uchun men ham o'z zarbamga ishonaman. Bizning jangimiz kutinglar, dedi u. Yengil vazn toifasida Hayat Dorsiyev, PCB sobiq chempioni, tojikistonlik MMA jangchisi Fazliddin Madrahimov o'zbekistonlik Amirxon Alixo'jayev bilan jang qilish istagini bildirdi. Menga Alixo'jayev bilan jang qiziq. Humo arenada bo'ladigan keyingi turnir allaqachon jang taklif qilishdi. Men tayyorman. Sen tayyormisan Alixo'jayev? Men seni muddatdan oldin yengaman. Inshaalloh shunga harakat qilaman. Albatta, agar sen qabul qilsang, qochmasang. O'zbekistonda 2 marta jang qildim. Sen 3-chisi bo'lishing mumkin. Shunday ekan, agar yaxshi jang xohlasang, rozi bo'l, deya Madrahimov. Ma'lumot uchun, Fazliddin Madrahimov Muhiddin Mamajonov bilan 2 marta jang qilib, birida durang qayd etgandi, ikkinchisida g'olib bo'lgan. So'nggi jangida esa Doston Bozorovga imkoniyat boy berilgandi. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.